miyaga bir pichoqni tiqib, ko'ylagandaqa ora boshlagan, birinchi boshlanishi. Tishimni oldirdim, bir ikkita tishni oldirib tashladim bu. Umuman bir narsa yeyolmaysiz. Kerak bo'lsa, kechasi 2 da ham, 1 da ham o'g'at yuborgan kunlari bo'ldi-da. Xuruj bo'lgan paytda 10 ko'zimdan yosh oqib ketadi. Operatsiyadan chiqib choy ichdim, kech payt ujin qildim. Xudoga shukr. Bo'lsa shunchalik bo'ladi. Men Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan kelganman. Bu 3 shoxli nerv kasalligi bilan oradan 2 yildan o'tdi, 2,5 yil. 3 yil desa ham bo'lar, shu bilan aziyat chekib kelaman, to'g'ri aytganda. Bu narsalarni bu og'riqni qoldirish uchun ushlamagan pashti doktorimiz qolmadi o'zimizda. Ular ham endi ko'proq tabletka tavsiya qiladi, Filipsin, karbamazepin. Shulardan muntazam ichib keldim-da endi. Masalan, bir kunda ertalab 2 ta, kech payt 2 ta dori ichaman. Agar dori ichmasam, nima deydi, jon o'zimniki bo'lmaydi-da. Endi buni og'rig'ini birovga tushuntirib aytib berish qiyin narsa. Qanday boshlangan birinchi og'riq? Birinchi og'riq boshlanishi shu paytda Rossiyada bo'lganman. Endi biz ko'proq yuk tashiymiz Rossiyaga. Bexos shu kunda issiq payt edi. Uxladim, mashinada turib bet qo'lim yugayotganda o'sha bir tomonimda o'sha bet yugayotganda og'riq boshlagan. Shundalik miyaga bir pichoqni tiqib, ko'ylagandaqa og'riq boshlagan, birinchi boshlanishi. Uyga qaytib kelib tishimni oldirdim, bir ikkita tishni oldirib tashladim bu. Foydasi yo'q ekan. Ya'ni tish o'tirib vrachlar oxiriga tekshirgan vrach buni nima qilmasangiz, nerv patologiga uchramasangiz bo'lmaydi. Bu biz tomonidan o'xshamayapti. Nerv kasalliklari shunday boshlanadi deb og'riqda massa bo'ladi sizga. Bir ish qila olmaysiz. Umuman bir narsa yeya olmaysiz. Choy icha olmaysiz. Kerak bo'lsa, kechasi 2 da ham, 1 da ham o'g'at yuborgan kunlari bo'ldi-da. Kechasi uyquda bexos turib ketasiz. Mana bir tomonga shunday ushisda, o'sha tok urgandaqa boshlanadi. O'sha aytyapman, miyaga pichoq tiqadi. Menda ko'proq shuna bo'lardi. Boringki 2 minut, 3 minutga borardi. Bir uzoq payt cho'zilgan. U aytib berish oson emas. Ko'zdan mana shu bir tomonda og'riq bo'layotgan bo'lsa, o'sha xuruj bo'lgan paytda 10 ko'zimdan yosh oqib ketadi. Chap tomonda hech nima bo'lmaydi, sezmaydi. Shunaqa holatlar bo'lgan. Oxiri mana shu bular bilan pashti 1 yildan beri Xurshdbeklar bilan gaplashib telegrammalari bor. Madaminjon operatsiyadan olib chiqishdi. Narkozsiz olib chiqishdi. O'sha kiyimlarda operatsionni kiyim bo'larkan, o'sha o'zim almashtirdim, o'zim kiyinib yechindim, palataga olib chiqib qo'yishdi. Arqamdan o'sha ovqat kirdi, ovqat yesiz bo'laveradi, o'sha ovqatlandim. Kech payt, kecha boniki ertalab choy ichganimcha obed ham qilmagandim. Operatsiyadan chiqib choy ichdim, kech payt ujin qildim. Dori ichmadim, uxladim, mana ertalab zavtrak qildim. Xudoga shukr. Bo'lsa shunchalik bo'ladi. 2,5 yil ichida qayta zo'r doktor bo'lsa uchradik. Yaxshi vrach bo'lsa, nerv patolog bo'lsa uchradik. Berilgan o'sha tavsiya qilgan dorilarni ichdik, lekin buni hamma nerv patologlar ham bitta javobda aytayaptiki, bu kasallikni davolash bilan yo bir tabletka bilan davolab yo'qotib bo'lmaydi. Buni oxiri baribir operatsiya. Bu tabletka faqat vaqtinchalik narsa bo'ladi. Vaqtinchalik bir omil xolos ushlab turishga, vaqt yo'qotmani mag'ziyga, vrachga yetib borguncha bo'ladigan nima. Buni oxiri shu operatsiya bilan tugaydi. Faqat operatsiya. Buning uchun agar kim shunaqangi og'riq bilan aziyat chekayotgan bo'lsa, shu adreslari aniq, shu Andijonga kelinglar. Chinovodga asosan Xurshdbek, Madaminjon, mana Xudoga shukr, mana shu bolalarni sa'y harakatlari bilan Xudoga shukr mana shu ahvolda o'tiribmiz. Mana operatsiyadan chiqib bemalol ovqatlandim, choy ichdim, qaynoq choy ichdim, muzday suv ichdim, hammasi ichdim. Men bo'lingan yo'q. Mana kecha dori ichganim yo'q, bugun ham mana Xudoga shukr dori ichganim yo'q. Ilohim, Allohim Parvardigorim, shularni qo'llarini yengil qilsin. Hamisha Allohim Parvardigorim oilalarda, xonadonlardan faqat yaxshilik kunlar ato etsin. Allohim Parvardigorim.
bizga o'xshagan bemorlarni Allohim Parvardigorim hamisha davolashda qo'llarini yengil qilgan Allohim Parvardigorim. Hamisha ishlarini ochiq olib bergin. Allohu akbar.